Elon Musk yer aholisi uchun xavotirli bayonot bilan chiqdi. U endi insoniyatdan haqiqatni yashirishning ma'nosi yo'qligini aytdi. Yerga yaqinlashayotgan narsa na asteroid, na kometa. NASA buni boshqa nomlar bilan atayotgan bo'lsa-da, bu obyekt sun'iy kelib chiqishga ega. Bu obyekt 3i Atlas deb nomlanadi. Elon Muskning so'zlariga ko'ra, uning ilk maxfiy kadrlari allaqachon internetga sizib chiqqan. Kadrlarda obyekt yorug'lik tarqatayotgani, oldindan aytib bo'lmaydigan yo'nalishda harakat qilayotgani va go'yo o'ng tomonidan boshqarilayotgani yaqqol ko'rinadi. Bir nechta davlat olimlari uning metal tuzilmasini tasdiqlashdi. Yuzi silliq, atrofida hech qanday parchalar yoki gaz izlari yo'q. 3i Atlas obyekti yer orbitasiga yaqinlashmoqda. Bu 2025-yil noyabr oxirida sodir bo'ladi. NASA sukut saqlamoqda, ammo dunyo bo'ylab mustaqil observatoriyalar uning harakat hududida g'ayrioddiy chaqnashlarni qayd etishgan. Ba'zi yozuvlarda obyekt go'yo sekinlashayotgandek, go'yo tezlashishga tayyorgarlik ko'rayotgandek. Ba'zi ekspertlar bu asteroid emas, balki boshqa yulduz tizimidan kelgan yulduzlararo kosmik kemadir deb hisoblashmoqda. Ehtimol, ular bizni 10 yillardan beri kuzatib kelishgan va endi birinchi aloqaga kirishmoqchi. 3i Atlasning ilk kadrlari qanday ko'rinishini bilmoqchimisiz? TikTokda 3i Atlas bostirib kirish deb qidiruvga yozing.